Ramazon hayiti munosabati bilan Prof Gym sport zalida oylik abonement to'lovi qilgan insonning do'sti uchun 50% chegirma, ya'ni voucherni hayitlik sifatida sovg'a qilamiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum salom. Avvalambor sizni Ramazon hayiti bayrami bilan tabriklayman. Prof Gym sport zaliga qanchadan beri chiqasiz? 3 oydan beri. 3 oydan beri ochilgandan beri ekanda. Prof Gym sport zaliga siz oylik abonement to'lov qilganmisiz yoki kunlik? Oylik to'lov qilganman. Oylik abonement to'lov. Siz oylik abonement to'lov qilganingiz uchun sizni do'stingizga 50% chegirma bor. Shu voucherni sizga taqdim etamiz. Do'stingizga hayitlik sifatida sovg'a qilsangiz bo'ladi bugun. Rahmat. O'zi ham shu yerda. O'zi ham shu yerdami? Do'stingiz oylik abonement to'lov qilgan ekanlar. Buni sizga sovg'a qilyaptilar mana. Rahmat. Tabriklaringiz, zal haqida fikrlaringiz bo'lsa yana bildirib qolishingiz mumkin. Zal zo'r, hamma taraflama, qulayliklari ham, trenajyorlari ham, trenerlari ham hammasi zo'r. Zal menga yoqadi, tozaligiga ham, hamma narsasiga. Shuning uchun men shu zalni tanlaganman. Zal haqiqatan ham zo'r, sharoitlar hammasi yaxshi. Kelsalar bo'ladi, bemalol, hamma sharoit bor. Hammani hayit bayrami bilan tabriklayman. Keyingi hayitlarga hammamizni uchrashtirish nasib qilsin. Sizlarga kattakon rahmat. Sport bilan shug'ullaninglar. Aka sizga rahmat, bayramni yaxshi o'tkazing. Do'stingizni ham kutib qolamiz. Sog' bo'ling aka.